murojaat qilgansizmi hokimga? Uchqun aka bilan shu kredit masalasida gaplashdingiz. Nimaga yugurayapsiz? Endi borini beradi. Naqd pul deysiz, 10 million naqd pul beradi. Yo'q, sizga naqd pul berib qo'ymay, mana aytyapti 24%dan xotin qizlarga naqd pulda bor deyapti. 50 milliongacha kabul kerak. Faqat bitta davlat muassasasida ishlovchi bitta kabul beradi. Bu kambag'allikka birinchi qadamda siz sharoitni og'ir deyapsiz. Hozir katta summa olib o'zingiz qiynayapsiz. Undan ko'ra sal kamroq faoliyat yuriting. 10 millionga bermaydimi bu? Hani 20 milyon oling, 20 milyon oling boshlanish. Sen bor, 6 oy, 7 oydan beri akamnikiga yashayman. Opa kirib beramiz, bermaymiz degan joyimiz yo'q. Faqat tartib qildi, tartibga mayli, bitta byudjet tashkilotda ishlaydigan qarindosh urug'chi olib kelib, burada ko'rib chiqarib beradi. Siz bir kishi emas, 2 kishiga olsangiz bo'lmaydi. Siz kimlar bo'lasiz? Akasi bilan. Shu 2 Siz kishiga gapirsang, siz menga gapiring. Mana xotin qizlarga 24 foizdan 50 milliongacha davlat muassasasida ishlaydigan bir qarindoshlar kafillik o'taydigan 50 million pulgacha pensiyalar bor-da. Bizga pensiya davlat shirkatlari yo'q. Yana qanaqa imkoniyat? Shu 7 million so'mgacha bor. Sonra 7 million bo'ladimi? Hozir 10 million 15 million chiqadi. Informatsiya men ham ham bergan Shahar Qorovich. Xo'jali mahallasidanman. Endi bu bir hikmatda olib yurdim, faqat shularga uchrashtirdim. Endi 10 million 15 million 10 million chiqyapti, asosi 10 million. 10 millionga mol bermaydi. Bu endi 30 million olaman. Hozirgi sferlarni men biza ko'paytiraman degan maqsadga endi murojaat uchun keldim. Mayli, bitta firmadan Bordi firmaga qimmat qilmaydi. Endi Naqd pul chiqarib bersangiz yordamim o'sha. Bunga naqd pul chiqarib bersangiz bora molni olib mana masalan hokim yordamchisi ham ko'radi o'sha mollardan bankdan ham mas'uliyati bor ko'rsin, tekshirsin. Endi bu nojo'ya ishlatmaydi-ki. Endi mol uchun olyapti asosan. uchun molga ko'chirib beradi. Ya shu molga ko'chirib berdi, bordi qimmat qiladi. Molga ko'chirib beraman dedi. Mol bordi tayloqqa Oqto'ra tumanidan ekan bir ta'minotchini Mol topdingizmi? Necha pul? topdim. U juda qimmat aytyapti. Endi toza suyakkan ko'rib kelmaydi. Men aytayapman. Buni naqd pulga qanday olmoqchisiz? Endi naqd pulga bozordan olsa endi shunaqa qarab bir o'zini tutib olaman. Bozordan toping. Yo bozordan bor bozor. Endi bu naqd pul bo'lmasa endi joylarda berishdi. Bironta firmaga o'qiladi. Endi joylarda firmaga o'qimaydi. Endi joylarda asos olib sotarga naqd pul kerak. Endi maqsadi aniqda. Ana shu Pul kerak. Maqsadi aniq. pul bo'lsa endi hisob bankiga kirib olib mana sonda Bank kreditlarimiz bor, ertaga kelasiz ko'ramiz. Endi hammasini qonun bo'yicha. Hammasini ko'rsating. Endi kafelikda pensiyador bor. Yo'q, pensiya kafillik bo'lmaydi. Endi bitta narsani to'g'ri bular xohlasangiz chiqolmaydi. Faqat siz shart qo'yapsiz, bular tartibdan chiqolmaydi. Yo'q, to'g'ri. Agar bir kishini puli kam bo'layotgan bo'lsa, banagida 2 kishiga olsin. 2 kishiga 15 dan 30 bo'ladi. Hech qanday masala yo'q, e'tiroz yo'q. Yo to'g'ri, tushunadi. Men tushuntirdim Muhammad tomon. Hamma 30 million bo'layotganda 30 million. Endi u kredit degani 30 milliongacha deydi. Yo, mayli. Aniq 30 million bersin. Endi ashakalar raqamini 40 million, 50 million degan aytganda endi bor. Raqamlaringizni aytsangiz, bo'ldi. 93 256 65 83 Qaysi mahalla? Xo'jayli mahalla. Bu chiqaring, bank xodimlar ishlashi ko'rsatadi. Qaysi produkt ma'qul bo'lsa o'sha oladi.